100 yildan keyingi O'zbekiston va Qo'qon shahri qanday bo'lishi haqida aniq bashorat qilishning ilojisi yo'q, chunki bu juda uzoq muddat. Biroq bugungi rivojlanish tendensiyalari va strategik maqsadlarga asoslanib ehtimoliy ssenariylarni tasavvur qilishimiz mumkin. 100 yildan keyingi ehtimoliy O'zbekiston. Bugungi yoshlarga ilm-fanga, raqamlashtirishga va hududlarni rivojlantirishga qaratilgan siyosatni hisobga olsak, 100 yildan keyin O'zbekiston quyidagi ko'rinishlarga ega bo'lishi mumkin. Raqamli davlat, texnologiyalar hayotning barcha jabhalariga chuqur singib ketadi. Davlat xizmatlari, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalari to'liq sun'iy intellekt va ilg'or raqamli tizimlar asosida ishlaydi. Bilim va innovatsiyalar markazi, aholining aksariyati yuqori malakali, bilimga chanqoq mutaxassislar bo'ladi. O'zbekiston dunyoning eng yirik ilmiy innovatsiya va startap markazlaridan biriga aylanadi. Barqaror iqtisodiyot, sanoat va qishloq xo'jaligi yuqori texnologiyalar asosida ekologik toza va energiya samaradorligiga ega bo'ladi. Yashil energiya, quyosh, shamol asosiy quvvat manbai bo'ladi. Yuqori turmush tarzi, aholi daromadlari sezilarli darajada oshib, xalqaro standartlarga mos keladi. O'rtacha umr ko'rish davomiyligi uzayadi. Global integratsiya, O'zbekiston Markaziy Osiyodagi asosiy transport, logistika va madaniy markaz sifatida o'z mavqeini mustahkamlaydi, jahon hamjamiyatida faol va hurmatli o'rinni egallaydi. 100 yildan keyingi ehtimoliy Qo'qon shahri. Tarixiy, madaniy va hunarmandchilik markazi bo'lgan Qo'qonning kelajagi uning o'ziga xosligini saqlab qolgan holda modernizatsiyadan o'tishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Texnologik hunarmandchilik markazi Qo'qon o'zining tarixiy hunarmandchilik an'analarini, kulolchilik, yog'och o'ymakorligi, metallga ishlov berish saqlab qoladi. Biroq ularni robototexnika va uch chop etish kabi zamonaviy texnologiyalar bilan birlashtiradi. Har bir hunarmandchilik ustaxonasi yuqori texnologiyali laboratoriyaga aylanadi. Madaniy tarixiy turizm giganti, Qo'qon xonligi davridan qolgan me'moriy yodgorliklar to'liq restavratsiya qilinadi va yangi, futuristik arxitektura bilan uyg'unlashadi. Shahar Markaziy Osiyoning asosiy madaniy turizm yo'nalishlaridan biriga aylanadi. Bu yerda o'tmish va kelajak uchrashadi. Aqlli shahar, Smart City, shahar infratuzilmasi to'liq raqamlashtiriladi. Transportni boshqarish, energiya iste'moli va chiqindilarni qayta ishlash avtomatlashtiriladi. Transport tizimi ekologik va tezkor bo'ladi, masalan, yer osti yoki havo transporti. Farovon hayot maydoni, Farg'ona vodiysining go'zal tabiiy sharoitlaridan maksimal darajada foydalaniladi. Yashash joylari yashil maydonlar va zamonaviy hordiq chiqarish zonalari bilan birlashtiriladi. Bu tasavvurlar faqatgina ehtimollar bo'lib, ularning amalga oshishi bugungi kunda qabul qilinayotgan qarorlar, jahon miqyosidagi o'zgarishlar va, eng muhimi, bugungi yoshlarning sa'y-harakatlariga bog'liq.